Hamma aytadi, hayvonlaringizni nima bilan boqasiz? Shunaqa pamoy olib kelaman mana. Qolgan ovqatlarni kafelardan mana bunaqa narsalarni olib kelib. Ey, qoch. Mana yo'q kuchuklarim, ovchitlarim. Va. Ak. Ol. Ketdi kartoshka. Qozonga olib kartoshkasini tiqadi bular. Keyin shunaqa sartrubka qilamiz qo'limiz bilan. Kartoshkaga. Mana go'sht tuxumlarni alohida, nonni alohida. Shunaqa qilib, mana suyaklari chiqadi. Mana suyaklarni alohida qilamiz mana bu yoqqa. Xullas, bu ham bir negativlarga tema, короче. Hozir sen shunaqa narsani hayvon itga beryapsan, qo'yga, voy, millat qo'y mana bunaqa narsani yemaydi suyakni. Nimaga beraman? Itga beraman de. Negativlar farqi yo'q endi. Ularga tema bo'lsa bo'ldi-yu. Undan shunaqa gap, mana kotlet chiqdi mana. Bu yoqqa ajratamiz. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Mana shunaqa bitta kotlet chiqdi. Jo'jalarga beramiz kotletlarni. Suyaklarni itlarga beramiz. Pamoy tovuqqa beramiz. Xullas, shunaqa qilib mana ajratamiz. Ichidan zubachiska chiqadi. Tashlash kerak bo'ladi. Qarab bermasak bo'lmaydi, mana baklashgan qopqoqlar chiqadi bunaqa. Shunaqa qilib er-xotin tozalab hayvonlarga beramiz. Xolodilnikka solib qo'yamiz keyin. Achib qolmasligi uchun. Chunki ko'proq kachista olib kelamiz-da. Shunaqa gaplar. Mana işte nima bo'lsa, mana oshiq-moshiq. Ham itga. Mana steak qanaqalar chiqadi barbekyuniki. Itlar bayram qiladi, xolos. Urgan non bu, qoladi. Ichida bo'ladi, yetadi. Yana suvi chiqadi. Xullas, shunaqa qilamiz, ana bunaqa qo'y go'shti chiqdi. Uni ichidan suyagini naqsa chiqib keladi mana. Qolgan joyini tovuq jo'jalarga beramiz. Bugun kuchugim tug'gan, u tug'ilgan kuchukchalarga bunaqa narsalar berib bo'lmaydi, onasiga ham berib bo'lmaydi. Intrit degan kasallik bor. Ya'ni buni it boqqanlar biladi. Asosan shunaqa yog'li ovqatlardan kelib chiqadi u narsa. Suyaklarni berib bo'lmaydi it bachchalarga, kichkina kuchuklarga. Ey, Leo, jim. Ey! Hunter, bor joyga, tez. Endi ov sezonini yopib qo'ydi. Endi o'zi ochilmayapti-yu, 2-3 yildan beri. Mana bunaqa temalarga aralashamiz. Ov sezonga shu itlarimiz tayinlaydi oldi. Endi xudo xolasa ovcharka boqmoqchiman. Favqulodda vaziyatlar bo'ladi. Har xil anaqalar bo'ladi. O'shanga davlatga podarka qilaman. O'rgatib, shu odam qidiradiganini o'rgatamiz. Endi narkotani o'rgata olmayman, chunki unga spetsialni anaqalar kerak bo'ladi. Faqat shu odam qidiradigan, ana cho'kotganlarni qutqaradigan shunaqa bir planlar bor-da endi. Ishqiboz odam olib chiqib urushtirmasak, yaran qilmasak. Mana ichidan zubachiska chiqdi. Itlarni to'g'larni ajari.
boshida bilmaganman, berib yuborganman. Bitta tovuqim ichiga senchilib qolgan ekan, so'yganimizda chiqib keldi. Mazasi qochuvdi. O'shandan beri tozalab qaraydigan bo'lganmiz. Shunaqa qilib yaxshilab aralashtiramiz mana. To'g'ri maza qiladi. Kurkalarim bor. 30 ta 40 ta. Shu kurkalar yeydi buni. Yem sep beramiz. Ajoyib bo'ladi.